Centro нападающий Real Madrid Bellingham. Oo. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun FC 26 o'yinida birinchi kontentimizni qilyapmiz. Hammamiz birgalikda open pack qilamiz. Tak, birinchi videoda ozgina hayajonlanish bor, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Ovozimiz past yo balandroq bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. To'g'rilab qo'yamiz mikrofonimizni. Tak, bolalar, bugun mana bu yerda turgan hozir mana bu yerda turgan 34 ana kristalimizni mana balondir chiqib, zoltoy miyashda o'yinchilar ochamiz. Ya'ni magazinga kirib olamiz. 10 marta ochilgan mana zoltoy miyach. Mana yerda 3000 taligi bor. O'shandan 10 marta ochamiz. Voy, qarang, mana yerda skitkasi bor ekan. Bunda 10 marta ochsak 30 oltimiz ketar ekan. Mana yerda limit deyapti. Bir kunda 2 ta deyapti. Undan ko'ra 10 mingga ochsak 5 ta berilar ekan. Ya'ni biz 3000 dan 5 ta ochsak 15 ming. Mana yerda 5 ta ochsak короче 5000 kristal aksiyaga kirib qolsak bo'lar ekan. Mana bu nima bolalar, mana bu. Mana buni qanday ishlatishni bilmayapman. Keyin o'rgatib o'tasan. Mana sariqda. Tak. Aytgancha aytib o'tmoqchiman, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu birinchi videomiz, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Tak. Do'stlar, birinchi bo'lim mana uni ochib ko'rsak qanday bo'ladi? Tak, bu 5 ta обычный игрок zoltoy miyash deyapti. Tak, buni olsak, to'g'ri 5000 kristal foydaga qolar ekan. Men 10 ta ochmoqchi edim, 10 ta. 10 ta ochamiz. Hozir mana shunda keyin 250 godlikdan 20 ta ochib ko'ramiz. Qani ushlayamizmi yo'qmi? Bizga kerak bo'ladi bu o'yinchilardan. Hozir maqsadimiz, avvalambor maqsadimizni aytib o'taylik. Avvalambor maqsadimiz bu kristallar ochishdan maqsadimiz mana bu o'yinchilardan bizga kerak bo'ladi. Mana yer turgan ekan, kalima yo'q. Tak, Kaka, Figo, или mana Beckenbauer kerak. Menga Charlton uncha yoqmaydi. Kaka, Figo или Beckenbauer. Uchoqdan birovni tushirish, maqsad shu. Maqsad tushirish. Hozir mana undan 5 ta ochsak, yana 5 ta ochsak 20 ming oltimiz ketadi. Keyin 3000 golddan pulimiz tugaguncha ochamiz. Ketdimi aziz do'stlar? Hozir avvalambor Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz va ketdik. Let's go. Hammamiz birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Ketdi. Bizga kerak Figo, Kaka, Beckenbauer kerak. Hammasi 113. Menimcha Kaka bilan Figo 112 bo'lsa kerak. Qani. Varatar Italiya Manchester City. Roma 109. Voy, dalbay, mana bor edi-ku menga mana bu bilan. Tak, Jeko tushdi. Alex Sanchez tushdi. Rice. Bitta Donnarumma tushdi 109. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi o'yinchilar ko'rdingiz. Bo'ldi, limit tugadi. Bir kunda bitta ekan, ikkita deb yozilgan deb o'ylabman men. Bu limit tugadi. Tak, 24 mingimiz qoldi. Mana bunga qarang to'g'ri. 5 ta ochib oldik. 5 taning ichidan bitta ham tushmadi, qarang. Bitta Donnarumma tushdi. Tak, mana uni ochib ko'ramiz endi. Mana bu nima bo'ldi? Mana bu ochganimiz ekan. Tak, endi 3000 golddan to 7 marta ochamiz. Qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar, qo'llab-quvvatlaymiz. Birinchisi ketdi. Kaka. Seni sevaman, davay. Vlahovic. 106 Vlahovic. Menda bor bu Vlahovic. Hozir buni qilganimizdan keyin kanalim kirib planimizni o'zgartiramiz. Hozir menda 106 общий sila qanchaga o'zgaradi. Ikkinchisi. Qani bolalar, boshladik.
Bu 107 dan katta bo'lishi kerak. Angliya. Center нападающий Real Madrid Bellingham. 110. Bellingham. Bellingham. Yana ketdik. Qo'llab-quvvatlaymiz. Chotki bo'lsin, qo'llab-quvvatlaymiz. Alexis Sanchez. Boy tushdi-yu bile. Tushgan o'yinchi tushmasa edi bile. Keyingisi. Opa. Isco 107. Isco tushdi. Tak, yana 4 marta ochamiz. Tak, video yaxshi ketyaptimi do'stlar? Video yaxshi ketyaptimi? Video ajoyib ketyaptimi? Tak, videoga qo'llab-quvvatlab podeshkada bo'lamiz, chunki birinchi kontentda podeshka bo'lmasa, keyingi videolar yana shunday bo'lib qoladi. Chiqmay qolishi mumkin. Videolarimiz har doim chiqishi uchun bizlarni qo'llab-quvvatlanglar aziz do'stlar. Tak, bizlar davom etamiz. Yana ochib davom etamiz. Mana bu yerda men ko'rib aytgan ekanman. Bu 3000 gold ko'rilaringiz. 3000 goldga ochyapman. 3000 kristalga ochyapman. Gold deb o'rganib qolganman. Tak, davom etamiz. 12000 qolgan. Buni 4000 ni olib qolishim kerak, chunki keyingi videoga bizga kerak bo'ladi. Bundan значит yana 3 marta ochaman do'stlar. Ketdi. Bitta 3 marta ochaman, videoni yakunlayman. Tak. Bizga Kaka bilan Figo tushish kerak lekin. Hozircha bitta Bellingham tushdi. Götze tushdi. Qarayanaqa kerak bizga. Ikkinchisi, bundan keyin finalni ochaman. Figo uchun final bo'ladi. Fransiya. Нападающий Benzema. 1.8. Davay, yana bitta bolalar sizlar uchun ham ketdik. Figo davay. Alexis Sanchez 4 marta tushdi. Qoyil. X qilib tashlayman. Tak. Bolalar, bu kristal keyingi videolar olishimiz uchun kerak bo'ladi. Bunday qilib pul tashab olishimiz ham mumkin, lekin biz boydi balasi emasmiz. Shuning uchun keyingi videogacha men o'ynab yig'ib, yana video olishim kerak. To'g'ri, bu open packimiz juda uzoq bo'lmadi, lekin mana 106 mizni kuchaytirib olamiz hozir. Tak, klubga kiramiz. O'yinga kirib ketdim, kechirasiz. Hali men kompyuterda o'ynaganim yo'q hali. Tak, mana 106. Bizlarda mashhur igroklardan Pirlo, McTominay, Nemanja Vidic, Iker Casillas, Dybala, Georges bor ekan. Tak, zaminamizni Vlahovichdan tudemlarda, короче, bekorchi odamlar. Buni hozir kuchaytiramiz. Bu sastavda hali hech qancha o'ynaganim yo'q. 4-5 kundan beri o'ynayapman. O'shaning uchun shunday bo'lib qolgan. Endi kuchayadi. Tak, ketdik. Bola, 106 ni hozir ko'ramiz qancha o'zgaradi. 1, 2, 3. Hammamiz bir harakatda. Men mana uni avto podborni bosaman, sizlar like bosasizlar. 1, 2, 3. 107. Yomon emas, lekin bunlar kuchaytirish kerak. 107. Bu yerda hamma o'yinchilar bilasizlar, chiqib ketadi hali yil oxirigacha. Bu degani biz kuchayib ketaveramiz degani. Bu yerda ketadi. Qoladiganlar menimcha Casillas bilan Bellingham bo'ladi. Vinni qolishi kerak. Vinni zaminda hozir nimagadir. Vinni lekin bor. Tak. Ko'rasizlar, sastavimiz o'zgarib boryapti. Kechagina ana sastavimda mana hammasi 99 100 bo'lib yotadi. Bugun mana 107, 108, 109 Donnarumma vatida. Agar Donnarumma o'rnida Casillas bo'lmaganda Donnarumma turgan bo'lardi. O'yinchilar mana ekan sekin-sekin har videomizda, har bir anomizda bittadan o'zgarib boradi. Tak. Tak, bolalar,
kichkina konkurens qilamizmi? Agar kichkina konkurens qilamiz degan bo'lsalaring, kommentariyada yozib o'tinglar. Kichkina konkurens qilamiz. Keyingi safar nimani open pack qilamiz? Mana bu safar biz ballonlarni qildik. Mana oltin to'p olgan o'yinchilar ballonlar zolotoy miyasini qildik. Zolotoy miyasini qilib chiqdik. Keyingi safar kimni qilamiz? Xo'p, hozir bu yerda biz yutganimiz bittagina ajoyib o'yinchi bo'lgani. Bu yerda eng ajoyib ko'rsatkich hozir Bellingham bo'ldi. Mana Bellingham bo'ldi. 110 Bellingham bo'ldi. Bolalar, keyingi videoda qaysi pakni ochamiz, shuni aytib o'tinglar. Men ungacha oradan 3-4 kun o'tguncha yana kristallar yig'ib qo'yaman va albatta kristallar, chunki donat uchun hali donat uchun tayyor emasmiz. Hali xudo xolisa kontentimiz rivojlanaversa donat qilamiz. Open pack qilamiz va open packlarimizni pack qilamiz и o'sha open pack qilgan profilimizga nima do'stlarimizga hadya qilamiz. O'shani ya'ni konkurens qilamiz. Shuning uchun podeshka deb o'ynadik. Tak faqat reklamaga berilib o'rdim. Futbol haqida umuman gapirmay qo'ydim. Tak что birinchi videomiz ozgina hayajonli bo'ldi. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz degandan umiddamiz. Bu videodan keyin xudo xolsa 2-3 kunda preview hamma narsani qilib yana ekranga qaytamiz. O'shangacha hamma bilan ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar. Xayr, obesni o'chiramiz. O'zi video 11 minut bo'ldi. Biz 9 minutlik, 8 minutlik video qilishga harakat qilamiz.